بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, biz Allohdan madad so'ragan holda bugun Allohning eng go'zal ism-sifatlari borasidagi suhbatimizni davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz Alloh subhanahu va taolani Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik ism-sifatlari haqida bo'ladi. Qur'onda Alloh taolo shunday deydi: Huvallohu allazi la ilaha illa huval malik. Alloh shunday zotki, undan o'zga iloh yo'q va u al-Malik, podshoh, barcha narsaning egasi bo'lgan zot. O'ylab ko'rsa, inson asli o'zi nimaga egalik qiladi? Inson malik bo'la oladimi, yo'qmi? Yo'q. To'g'ri, masalan, nomida aytishimiz mumkin, uyning egasi falonchi, mashinaning egasi falonchi deb nomda aytishimiz mumkin. Lekin asli inson haqiqiy molikmi, yo'qmi? Yo'q. Inson haqiqiy molik emas. Inson bu dunyoga kelgan paytida qanday holatda keldi? Yalang'och holatda, ikki qo'li bo'sh holatda keldimi? Bu dunyoni tark qilayotgan paytida ham xuddi shunday, hech narsasiz, ikki qo'li bo'sh holatda ketadi. Bu mulk, insonga berilgan mulk vaqtinchalik, muayyan bir muddatga foydalanish uchun omonat qilib topshirilgan narsa. Insonni o'zi bu dunyoda mehmon va unga berilgan mulk bu omonat bu. Uniki emas. U xohlaganicha tasarruf qila olmaydi degani. Xohlaganicha bu mulkdan foydalana olmaydi. Unga mana shu mulk egasi bo'lgan Alloh bu mulkdan qanday foydalanishni, qonun qoidalarini belgilaydi. Al-Malik bo'lgan zot u Alloh. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malik. U Alloh shunday zotki, undan o'zga iloh yo'q va u malik bo'lgan zot. Ya'ni barcha narsaning egasi. Lahu mulkus samawati val ard. Osmonlar va yerni mulki uniki. Boshqa hech kimniki emas. Faqat uniki. Nimaga degan savol tug'iladigan bo'lsa, o'zi bu savol o'zi noo'rin. Agar tug'iladigan bo'lsa, chunki u osmonlar va yerni yaratgan zotmi? Yaratgan zot egalik qilmaydimi? Ha, yaratgan zot egasi bo'ladi-da. Mulk egasi bo'lgan zot ana shu mulk ichida qanday yashash kerak ekanligini o'rgatmaydimi? Yaratgan zot, egalik qiladigan zot hukm o'rnatmaydimi? Degan savolni o'zimizga beraylik. Albatta, shunday. O'zi dunyoviy bir misol keltirsak, sizni uyingizda bir odam mehmon bo'lsa, siz unga bir kunga yotoqqa joy bersangiz, siznikida mehmon bo'lib qolishlik uchun. Keyin do'konga bir chiqib qaytsangiz, haligi odam uydagi sizni narsalaringizni tashqariga chiqarib tashlab, ko'chadagi axlatlarni uyga olib kiradigan bo'lsa, nima qilyapsan deysizmi? Shunday qilish xohladim deya olaydimi u? Ya'ni shunaqa desa o'rinli bo'ladimi? Inson birovning mulkini ichida xohlagan ishini qila olmaydi. Buni bizni aqlimiz ko'taradi, to'g'rimi? Aqlimiz ya'ni qabul qiladiki, nimaga bu fitriy narsa? Fitriy narsa. Inson o'zi egalik qiladigan narsalarda birovni aralashishini xohlamaydi. Bu meniki deydi. Endi inson ona shu vaqtinchalik bir egalik qiladigan narsalarida kimdirni aralashib o'zini qonun qoidalarini o'rnatishini yoqtirmas ekan, butun mulklarni egasi bo'lgan zot, podshohlarni podshohi bo'lgan zotga qanday qilib yoqsin bu? Shuning uchun osmonlar va yerni mulkini egasi bo'lgan zotni mulkida biz uni hukmi asosida yashashimiz kerak degani. Mana shunday xulosa keladi. La malika illalloh. Allohdan o'zga malik bo'lgan zot yo'q. Kimdir agar men malikman desa, men egasiman bu narsalarni desa, Allohga xuddiki sherikchilikni da'vo qilayotgan bo'ladi. Ya'ni inson o'zini o'zi Allohga sherik qilishi mumkinmi desa, demak mumkin ekan. Qanday qilib? Nauzubillah. Kahf surasida bog' egasi haqida zarbul masal keladi. Bog' egasi aytdiki, ana aktharu minka malan dedi va a'azzu nafaran.
Meni molim senikidan ko'proq va men farzandlarim bilan azizman dedi. Sendan azizroqman dedi. Inson mana shu tushunchaga borib qoladiki, topgan puli, mansabi, statusi, jamiyatdagi o'rni o'zim erishdim deydi. Ko'p eshitasiz mana shunaqa bir motivatsion videolarni eshitasiz-ki, men shaharga kelganimda cho'ntagimda 20-30 dollar bilan kelganman, hech kim menga yordam bermagan, men o'zim ko'tarildim, qiyinchilikdan ko'chalarda uxladim. Keyin o'zim yig'ib oldimda harakat qildim. Mana shu harakatlarim bilan erishdim deydi. Peshona terim bilan erishdim deydi masalan. Shu uyimiz peshona teri bilan qurdik mana. Deb inson mana shunaqa g'urur bilan, faxr bilan gapiradi. Alloh menga berdi deyish esdan chiqadi. Ya'ni unutadiki, bu mulk, undagi bor bo'lgan narsalar Alloh tarafidan berildi degan narsani unutadi. Bu odam bog'iga kirdida aytdiki, va dakhala jannatahu va huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Bu bog' hech qachon yo'q bo'lmaydi deb o'ylayman dedi. Menimcha bu bog' hech qachon yo'q bo'lmaydi deyapti. Inson mana shu menimcha degan joyda o'ziga zulm qilish boshlaydi. Hech qachon inson g'aybdan gapirishi mumkin emas, ya'ni ertaga nima bo'lishini bilmaydi. O'zi umuman menimcha deyish xatarli o'rinda. Doim Alloh va Rasuli nima degan ekan degan narsa turishi kerak har bitta ish oldida. Menimcha deyapti. Bu bog' yo'q bo'lib ketmaydi. Xuddiki buni qo'lida u mulk yo'q bo'lish, yo'q bo'lmasligi. Keyin qarang ketidan yana nima deyapti? Va ma azunnu sa'ata qa'imatan va la irraditu ila robbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Va soat, ya'ni qiyomat soati kelmaydi deb o'ylayman. Menimcha kelmaydi deyapti. Va agar Robbimning huzuriga qaytarilsam ham bundan yaxshiroq narsa kutyapti meni. Qarang, g'aybdan gapiryapti. Ertaga nima bo'lishini qayerdan biladi u? Inson bir narsaga molik emas degani ertaga nima bo'lishiga, unga qanaqa narsa ne'mat kelishiga, qancha miqdorda kelishiga va u qachon yo'q bo'lishiga, ko'payishi, kamayishiga molik emas degani. Inson qo'lida emas bu narsalar. Ya'ni inson o'zini hayotiga ega emas. Agar shunaqa deb gumon qilayotgan bo'lsa, u o'zini Allohga sherik qilyapti. Chunki bu narsalarning hammasini egasi faqat Alloh. Allohdan boshqa malik yo'q. Ya'ni Alloh bizning hayotimizning egasi. Bizga keladigan rizq egasi, bizga keladigan mulk egasi, bizga keladigan farzand, ayolimiz, uyimiz, mashinamiz, nimaiki bo'lmasin. Alloh nafaqat butun dunyo, nafaqat butun olam egasi, balki bizni o'zimizni nafsimiz ham egasi. Ya'ni bizni tanamiz kimniki? Allohniki. Bizni tanamiz mulkmi? Ha. Bu mulk kimniki? Biz o'zimiznikimi? Yo'q. Biz o'zimiz yarata olmadik-ku buni. Am xuliqu min g'ayri shay'in am humul xoliqun? Ular o'z-o'zidan paydo bo'lib qoldimi? Yoki o'zlarini o'zi yaratib oldimi deydi Alloh taolo. Yaratuvchi borligini tan oladimi? Demak, uni o'zi ana shu yaratuvchiga tegishli ekanligini, o'zi yaratuvchini mulki ekanligini ham tan olish kerak-ku. Alloh meni yaratdi. Alloh meni egam. Inna lillahi. Biz Allohnikimiz deymiz buni. Va inna ilayhi roji'un. Va Allohning huzuriga qaytarilamiz. Biz Allohning mulki bo'lsak, Alloh xohlagancha bizni hayotimizda tasarruf qilishga haqlimi? Haqli. Xohlagan nizomini, qonun, qoidasini o'rnatishga haqlimi? Haqli. Bog' egasiga qaytamiz. Bog' egasini she'riga aytayaptiki: akafarta billazi xalaqaka min turab, thumma min nutfa, thumma sawwaka rajula. Seni tuproqdan yaratgan, so'ng nutfadan, so'ng seni bir inson shakliga keltirgan zotga kufr keltirasanmi deyapti. Ya'ni Alloh seni yaratib, Alloh seni egang bo'lib turib, sen bu narsalarni meniki, men o'zim unga erishdim deysanmi? Lavla id dakhalta jannatak qulta ma sha Alloh la quwwata illa billah. O'sha bog'ingga kirgan paytingda ma sha Alloh la quwwata illa billah desang bo'lmasmidi deyapti. Masha Alloh nima degani? Alloh xohladi menga shu mulk ato qilishi, shu bog'i menga berishi, shu bog' menda bo'ldi.
La quvvata illa billah. Allohdan boshqa quvvat yo'q. Ya'ni men qodir emasman bu narsaga deganida bu. Shunaqa desang bo'lmasmidi deyapti sherigi. Ya'ni bu meniki, bu yo'qolmaydi deb o'ylayman. Ertaga qiyomatda ham undan yaxshiroq narsa kutyapti meni. Ya'ni men shunga loyiqman-da deydi-ku insonlar. Inson egalik qiladigan narsalar u shunga loyiq bo'lgani uchun emas, sinov uchun omonat qilib topshiriladi. Qani nima amal qilar ekan unga topshirilgan narsa bilan degani. Alloh taolo Mulk surasida nima deydi? Tabarakallazi biyadihil mulk va huwa ala kulli shay'in qodir. Mulk sohibi bo'lgan, ya'ni mulk uni qo'lida bo'lgan zot, barokatli, barokat egasi va u har narsaga qodir bo'lgan zot. Allazi xalaqal mavta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U o'limni va hayotni qaysi biringlar go'zal amal qilar ekansizlar, shuni sinash uchun yaratdi. Hani insonga Alloh taolo mulk ato qildi. Mulk deganda faqat pul tushunilmaydi. Mulk deganda tanamiz, ichidagi ruhi, aqlimiz va shu bilan birga bizga berilgan uy bo'ladimi, farzandlar bo'ladimi, ayolimiz, mol dunyo, butun bu hayotimiz, vaqt, hammasi bizga berilgan mulk nima uchun berildi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarni qaysi biringlar yaxshiroq amal qilar ekansizlar, shuni sinash uchun. Ya'ni bizga berilgan mulk sinov uchun berildi. Omonat qilib berildi. Bu o'zimizniki deb o'ylab qolmaylik, u vaqtinchalik. Chunki vaqti kelganda tortib olinadi. Yoki mulk bizdan ketadi, yoki biz mulkdan ketamiz u dunyoga. Tashab u mulkka demoqchiman, ya'ni vaqtinchalik bu. Vaqtinchalik bo'lgan narsa nimaga dalolat qiladi? Sinovligiga. Vaqtinchalik narsa sinov degani. Abadiy emas-ku bu. Ya'ni inson tafakkur qilishi kerak, fikrlashishi kerakki, bu mulk meniki emas. Men ega emasman bu narsaga. Men hatto o'zimni tanamga ham ega emasmanki, xohlagancha yasholmayman, haqqim yo'q men. Alloh buyurgandek yashashim kerak, Alloh buyurgan yo'lga sarf qilishim kerak. Ya'ni quvvatimni, bu tanamni Alloh rozi bo'ladigandek hayot kechirish bilan buni haqqini ado qilishim kerak. Uni shukrini ado qilishim kerak degan narsa bor. Biz mana kuniga 100 marotaba takrorlashga buyurilganmiz sunnatda. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim kuniga 100 marotaba ushbu zikrni qaytarsa, qiyomatda undan yaxshiroq amal bilan hech kim kelmadi dedilar. Va kechgacha shaytonlar unga yaqinlasha olmaydi. Va bu zikrni kim 100 marotaba etsa, 10 ta qulni ozod qilgan ajr beriladi. 100 ta hasanat yoziladi, 100 ta sayyiat o'chiriladi. Shunaqa ajrlar va'da qilingan zikr. Nima zikr bu? La ilaha illallohu wahdahu la sharika lahu. Lahul mulk. Lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. La ilaha illallohu wahdahu la sharika lahu. Allohdan o'zga ilohlikka haqli hech kim yo'q. U yakka iloh, uni sherigi yo'q. Lahul mulk. Mulk uniki deyilyapti. Kimdir agar nimaga ilohlikka hech kim haqqi yo'q boshqa, nimaga boshqa ham qonun chiqarishga nimaga haqqi yo'q, nimaga boshqalar ham nizom o'rnatishga haqqi yo'q desa, lahul mulk deymiz. Chunki mulk uniki. Mulk nima edi? Butun olam, ichidagi butun mahluqotlar va shu jumladan bizni o'zimiz ham, butun insonlar Allohning mulkimiz. Lahul mulk, faqat uniki deyilyapti mulk, boshqa hech kimniki emas. Va lahul hamd, va butun hamd, maqtov Allohga. Ya'ni bizga keladigan nimaki yaxshilik bo'lmasin, biz boshqalarni maqtab urinmaylik. Yo'q. Allohdan keldi bu yaxshiliklar. Shuning uchun maqtov Allohga degan. Shuning uchun nimaki hayotingizda yaxshilik ko'rsangiz alhamdulillah deng. Allohga hamd eting. Allohga maqtovlar bo'lsin. Boshqasiga emas. Boshqalarni Alloh sababchi qildi, lekin asli o'zi maqtov Allohga. Chunki u mulk egasi. O'zi inson mana qul deymiz, abd deymiz. Abdni tushunchasini ulamolar aytadiki, abd huvallazi la yamliku shay'a deydi. Hech narsaga molik bo'lmagan kishiga aytiladi. Ya'ni biz asli hech narsaga molik emasmiz.
Biz o'ylab ko'ring, mana inson yaralgan paytda biz o'zimizga mana shu ko'rinishni tanladikmi? Shunaqa qiyofada bo'lishni xohlayman deb tug'ilishingizdan avval tanlaganmisiz o'zingizga? Yoki men mana shu shaharda tug'ilishni xohlayman, mana shu millatga mansub bo'lishni xohlayman. Ota-onalarim mana shunday odamlar bo'lsin, bu tilda gaplashay deb tanladingizmi? Yo'q, inson molik emas bu narsalarga. Alloh uni xohlagan suratda yaratdi, xohlagan yerda yaratdi, xohlagan tilda gaplashadigan qildi va unga o'zi xohlagan rizqni berdi. Inson hech qachon o'ylab qolmasinki, men boy bo'lishni xohladim, boyidim. Men shu mulkka erishishni xohladim, erishdim deb o'ylab qolmasin. Ya'ni undagi bor bo'lgan mulklarni o'ziga nisbat bermasin. Chunki Alloh mulk egasi, u xohlaganiga mulkni beradi. Ana shuning uchun oyatda keladiki: "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha." Aytgin, ey Allohim, mulk egasi bo'lgan Allohim, sen xohlaganingga mulk berasan va xohlaganingdan mulk tortib olasan deb ayt, deyapti Alloh taolo. Ya'ni Alloh xohlaganiga beradi, xohlaganidan tortib oladi. Inson hech qachon o'ziga ishonib, men xohlasam mulkka ega bo'laman, xohlasam yo'q demasin. Inson bu narsani boshqarmaydi, chunki inson molik emas. Buni qayta takrorlashim, bu narsa singish kerak bizga. Nihoyatda muhim bo'lgan haqiqat. Inson o'zini sherik qilib qo'ymaslik kerak Allohga. Bu mulkdagi tavhid, ya'ni Allohni yakkalashimiz kerak nimada? Mulkda. Va bu ismni tanigandan keyin insonda nima hosil bo'lishi kerak? Tavozulik hosil bo'lishi kerak, hokisorlik hosil bo'lishi kerak. Nimaga? Insonning haqiqati faqirlik. Alloh taolo nima deydi? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilalloh. Ey insonlar, sizlar hammanglar Allohga faqirsizlar. Vallohu huval g'aniyul hamid. Alloh u g'ani, boy bo'lgan zot va maqtalgan zot. Inson unaqa emas. Ya'ni insonning o'zi haqiqati faqirlik, zaiflik. Inson zaiflikdan paydo bo'ldi, yana zaiflikka qaytadi. Inson bu dunyoga yalang'och holda keldi, zaif holda keldi. Ikki qo'li bo'sh holda tug'ildi. Qichqirib, yig'lab keldi bu dunyoga. Dunyodan ketayotganda ham zaif holatda dunyoni tark qiladi. Inson bu haqida tafakkur qilishi kerak. Agar u molik bo'lsa, hayotiga molik bo'lsin, molik bo'lsa, cho'zsin hali umrini. Molik bo'lsa, qo'ldan chiqib ketayotgan mulkini ushlab qolsin. Qanchadan qancha katta tijoratchi odamlar bankrot bo'ladimi? Bankrot bo'lganda, qo'lidagi mulk yo'q bo'layotganda shuni ushlab qoladimi? Al-Malik bo'lgan zot, uni mulki tugamaydi. Uni mulkini hech kim tortib ola olmaydi. Uni mulkini hech kim nuqsonli qilib kamaytira olmaydi. Haqiqiy al-Malik bo'lgan zot barcha narsani kontrolda ushlaydi, boshqaruvda ushlaydi. Hech kim uni mulkiga tajovuz qila olmaydi. Hech narsadan qo'rqmaydi u zot. Insonda bu sifatlar yo'q. Shuning uchun inson qul deyilyapti. Qul degani hech narsaga molik emas degan. Bu paytda Makka mushriklari bu tushunchani yaxshi tushungan. Qul degan tushunchani yaxshi tushungan. Qul eshikda turadi, hojasi buyurgan ish qiladi, buyurgandek qiladi. Hojasini ruxsatisiz hech narsa qila olmaydi. O'zini mulki yo'q uni. Chunki uni o'zi hojasini mulki. Hojasi xohlasa uni sotib yuboradi bozorga chiqib. Xohlasa uni ishlatadi, undan topgan pulini o'zi yeydi. Unga bermasligi mumkin. Mana shu tushunchani bilgan ular. Qachonki sizlar qulsizlar deyilgandan keyin, qulchilik uchun yaratildinglar degandan keyin Makka mushriklari tushunishdi nima haqida gap ketayotganligini. So'ng insonning o'lim chog'ida to'plagan mol-mulklari foyda bermaydi. Uni o'limdan qutqara olmaydi. Qani endi uni molikligi? Ya'ni uni ajalini surib qo'ya olmaydi. Qanchadan qancha milliarder bo'lgan odamlar o'lib ketdi, uzoq yuziga kirib o'ldi mana. Insonning mol dunyosi qutqarmayapti uni. Bu dunyoda uzoqroq qolish uchun. Uzoqroq qolban nima qilardi inson? Qarigan chog'ida u ko'zi yaxshi ko'rmay qolib, quloqi yaxshi eshitmay qolgan payt, tilida gapirayotganda ham adashib ketadigan, zehni zaiflashgan, aqli zaiflashgan, odamlarni eslolmaydi. Sezgi organlari pasaygan. Qarichilik bu nima? Insonga eslatmaki, sen hech narsaga molik emassan o'zi asli degan. Inson zaiflik paytida o'zi his qiladi hech narsaga molik emasligini. Nimagadir bir quvvatga to'lgan paytida unutib qo'yadi shu narsani.
Biz doim buni yodda tutishimiz kerak ekanki, biz malik emasmiz. Malik huvalloh. U Alloh al-Malik bo'lgan zot. Sulaym onamizni farzandlari og'ir kasal bo'lib yotib qoladi. Shunda erlari Abu Talha ishdan kelganidan keyin kechki payt Sulaym onamiz erlarini kutib oladi eshikda, yaxshi kayfiyat bilan. Erlari so'raydi, o'g'lim qalay deydi. Tinchlanib qoldi deydi. Uxlab qoldi deb o'ylaydi endi ota. Eriga taomini beradi, hojatini qondiradi. Ya'ni mas'uliyati bo'lgan ayol kishining erini oldidagi vazifalarni bajaradida, keyin aytadiki, agar sizga kimdir omonat topshirgan bo'lsa va vaqt o'tib ana shu omonatini talab qilib kelsa, berishingiz kerakmi deganda albatta degan. Albatta omonatini talab qilib kelgandan keyin beraman degan. Shunda aytganki, o'g'lingiz vafot etdi, omonatingizni topshiring deydi. Ya'ni bu sahobalar bu dunyoni haqiqatini yaxshi tushunishgan va mulk degan narsani haqiqatini yaxshi tushunishgan. Shuning uchun ularning hayotidagi sodir bo'layotgan holatlarga to'g'ri baho bera olgan. O'zi bu tushunchalar iymondan kelib chiqadi. Iymon mana shu tushunchalar bilan mustahkam bo'ladi, mana shu tushunchalar bilan komil bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadilarki, inna dunya hulvatun khudratun va inna Alloha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Dunyo deydi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Dunyo bir shirin, yashil bo'lgan narsa. Va Alloh sizlarni bu dunyoda bir muddat tashab qo'yuvchi bo'lgan zot. Qanday amal qilar ekansizlar? Mana insonga mol dunyo beriladi. İnson o'ylaydiki, Allohga bir yoqqan tarafim bo'lsa kerakki, shuning uchun berildi deb o'ylaydi. Lekin bu ham sinov uchun Alloh berdiki, qani bu mol mulkni nima qilar ekan? Zaiflarga, muhtojlarga yordam berarmikan? Silay rahmni o'rniga qo'yarmikan? Yetimlarga, bevalarga yordam berarmikan? Mulk bu sinov. Insonga sinov. Va xuddi shunga o'xshab mulk berilmasligi bir tarafdan rahmat bo'lishi mumkin, ikkinchi tarafdan u insonni sabri sinaladi. Ya'ni shunga qanoat qilarmikan? Shunda ham Allohga hamd etib, sabr qilib yasharmikan yoki yo'q? Inson shunisi sinaladi. Bir kuni Harun ar-Rashid podshoh bo'lgan bir zamonlarda Harun ar-Rashidning oldiga Ibn Simak bir olim odam kiradi. Shunda podshoh unga aytadiki, menga bir va'z qilgin deydi. Shunda u aytadiki, agar deydi bir sahroda qolib ketsangizda, bir qultum suvga muhtoj bo'lsangiz, mol dunyoyingizni yarmini berarmidingiz shu suvga deydi. Podshoh aytadi, albatta berardim deydi. Keyin u suvni chiqara olmay qolsangiz-chi deydi, ichgan suvingizni. Bavul qila olmasangiz-chi deyapti. Yana qolgan yarim mulkingizni berarmidingiz deganda, berardim deydi. Shunda Ibn Simak aytadiki, sizning mol dunyoyingiz, mulkingiz bir qultum suvni ichib chiqarishingizga arzimas ekan-ku deydi. Haqiqatan shunaqa. Inson mulk deganda faqat shu boyliklarini tushunadi, lekin aslida uni tanasini o'zida qancha bebaho mulklar borligini unutib qo'yadi. Men kambag'alman, Alloh menga hech narsa bermadi degan inson hech o'ylab ko'radimi? Shu ikki ko'zim shunday mulkki, Alloh tomonidan berilgan shunday ne'matki, uni bir odam 1 million beraman, ko'zingni o'yib ber desa, o'yib beradimi masalan? Aqlli odam bu ish qilmaydi, to'g'rimi? Ikki oyog'ingni kesib ber, palon pul beraman desa, kim kesib beradi? Odam uni o'tirib uni tafakkur qilsin. Nech pulga sota oladi? Tana a'zolarini, tilini sota oladimi nech pulgadir? Ya'ni insonga Alloh taolo shu darajada ko'p ne'mat, mulk berganki, ularni asli hisobini bilmaymiz. Lekin nimagadir bizga faqat pul ko'rinadi ko'zimizga. Mulk degani faqat pul ko'rinadi, lekin faqat pul emas. Sizga berilgan farzand bu nihoyatda ulug' ne'mat, bebaho ne'mat. Buni hech qanaqa pulga chaqib bo'lmaydi. Aqlli odam bolasini sotadimi pulga? Hech qanaqa pulga sotmaydi. Inson shu narsalarni o'ylasa, menda qanaqa mulklar bor? Nimaga palonchiga shuncha pul berildi, menga berilmadi desa, unga u pul berilgan bo'lsa, lekin senda bor bo'lgan narsa unda yo'q deb o'ylab ko'ramizmi masalan? Alloh masalan bizga bergan narsani boshqaga bermagan. Boshqaga berganini bizga bermagan. Lekin adolat qilgan Alloh taolo odil bo'lgan zot.
Ya'ni bizga ana shu mulklar berilganligi, qanday amal qilamiz berilgan mulk bilan? Qani shu tana a'zolarimizni nimaga sarf qilamiz, nimaga ishlatamiz? Farzandimizni qaysi yo'lda tarbiyalaymiz? Qaysi yo'lga yo'naltiramiz? Alloh rozi bo'lganmi yo Allohning azabi keladigan yo'lgami? Qayerda o'qitamiz uni? Bizga berilgan mulkdan biz so'ralamiz. Alloh limanil mulkul yawm deb nido qiladi. Ya'ni mulk kimniki bugun deydi. Hech qanday javob bo'lmagandan keyin lillahil vahidil qahhar deydi. Al-Qahhar bo'lgan yolg'iz Allohniki deydi. Qiyomat kuni inson nafaqat mol dunyosi bo'lmaydi uni yonida, nafaqat uni ana shu statusi, dunyodagi obro' e'tibori, mansabi bo'lmaydi, balki o'zini tanasiga u kuni molik bo'lmaydi. Ya'ni tanasi unga bo'ysunmaydi u kuni. Uni qo'llari, oyoqlari, ko'zlari uni ziyoniga guvohlik berish boshlaydi. U hayron qoladi. Nimaga bu qo'llarim, ko'zlarim meni ziyonimga guvohlik beryapti? Ya'ni bo'ysunmayapti menga. Dunyoda unga bo'ysuntirilgan edi. Alloh uni dunyoda tana a'zolari, hissiyotlari ustida molik qilgan edi vaqtinchalik. Lekin qiyomat kuni endi u molik emas unga. Qiyomat kuni tushunadiki, yaqinan haqiqiy molik Alloh ekanligini. Alloh taolo oyatda aytadiki: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Alloh taolo aytadiki, dar haqiqat sizlar bizani oldimizga avval biz sizlarni yakka yaratgandik, xuddi shuni yakka holda keldinglar deyapti. Ya'ni inson yakka holda yaraldimi? Bu dunyoga keldimi? Allohning huzuriga ham yakka holda boradi. Va ortinglardan sizlarga berilgan narsani tashab keldinglar deyapti. Ya'ni inson bor mulkini tashab keladimi Robbisining huzuriga? Hech narsasiz. Hech narsasiz. Mana shu aytilyapti. Inson yalang'och holda keladi. Insondagi bor bo'lgan mulk, berilgan mulk, u kamayadi, nuqsonli bo'ladi, yo'q bo'ladi. Lekin Allohning mulki nuqsonli bo'lmaydi hech qachon, kamaymaydi. Bunga dalil o'laroq bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Alloh taolo aytadiki: "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni فأعطيت كل إنسان مسألته ما انقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر." Ey bandalarim deydi Alloh taolo. Agar sizlarni avvaliylar va oxiriylar, inson va jinlar bir maydonda to'plansa va mendan istagan narsasini so'rasa deyapti. Va ularga har bitta insonga istagan narsasini bersam deyapti. O'z o'ylang, xayolingizga sig'gan narsani hammasini so'rasangiz. Va butun Odam alayhisalomdan to qiyomatgacha keladigan oxirgi insongacha hammasi shu xohlagan narsasini so'rasa va Alloh shuni bersa, Alloh taolo aytibdiki, meni mulkimdan zarracha kamaytirmaydi. Illo bir dengizga agar bir ninani kirgizib chiqarsangiz, qancha kamayadi dengiz suvi? Alloh taolo shunga o'xshatyapti. Ya'ni hech qancha kamaymaydi degani. Shuning uchun biz Allohning mulkini naqadar buyukligini tasavvur ham qila olmaymiz o'z aslida, tasavvur qila olmaymiz. Ya'ni bu hadis nimaga dalolat qiladi? Nima so'rasangiz ham Alloh qodir berishga degani. Sizni xayolingizga sig'maydigan darajada mulk sohibi Alloh taolo. Shuning uchun Allohdan so'rash kerak. So'rash kerak. Faqat bu dunyoning mulkini emas, oxirat mulkini. O'sha abadiy bo'lgan, tugamaydigan mulk so'rash kerak.